qilish kerak? Turmush to'liq murakkab, hayot ajoyib rangda. Odam hayotlik safarda xilma-xil ishlarga duch keladi. Ba'zida haqning ahmoqona ishlaridan keladi. Ba'zida o'zini bilib bilmay bir maydon o'yinning qirslash bo'lib qoladi. Mana bu bovoy bugun dal mushundaq bir ishga duch keldi. Bu bovoy bugun o'zining amriq navrisini eshakka mindirib, o'zi eshakni yetlab bozorga yo'l oldi. Bala, bozorga kelib qoldi o'qmar. Ot yaş satıma, ot yaş, yeni uzub kelgan ot yaş ha. Xaridorlar tolg'ab beringlar. Na shekardek qo'g'onga mana. Yemisanglar armonda qilasizlar, kelinglar ha. 2 tanga, 2 tanga. Yo'q, qimmat emas. Yemisanglar armonda qilasizlar, kelinglar ha. Mana shekardek qo'g'onda bu ha, shekardek. Ey, ahu qiziqishni ko'ringlar, ag'inlar. Nima degan ahmoq bovoy u? Kimni deysizlar? Ana avu eshak yetilib olgan ahmoq bovoyni davatimiz. Tazimi ahmoq ekan u. Shuncha yashangan odam turib, eshakka o'zi minib olmay, navrisini mindirib qo'yib, o'zi piyoda ketib qolganini qaranglar. Ajabmi nodon bovoy ekan bu. Navrisi kichik bo'lgandan keyin org'inni bilmaydi. Qirg'anda o'zini asirsi bo'lmamdi deyman-ku. Ya'ni kelib, odam degan qirg'anda bola chaqa, navri cho'rlarning rohatini ko'rmamikin demasa, nima qiladi bola beqi? Agar men u bovoyning o'rni bo'lgan bo'lsam, eshakdan tushmay o'ltirib, balam uni akal, mani ol deb buyurib, baza aylangan bo'lardi. O qerizadi nima o'ylaydi qanda? Shu, ahmoq qeri. Navrimni eshakka mindirib xato qildim-da. Shaharga kirmaydi kishilarning masxara qilishi qoldim-ku. Bu ko'chada odam yo'q-ku. Tusha o'g'lon. Kishilar ko'masda asta olmish olaylar. Bo'lmasa boshqalar yana bizni mazoq qilmasin. Mana endi yaxshi oldu. Yura o'g'lon, bozor aylanaydi. Bolam, bo'la. Yetishmang ha. Tez bo'la. Ha, mehmonlar o'zlari nima ishila? Bizga bir tovoq polo keltirsizlar ustam. Yana bir qacha qetiqmi keltirsizlar? Mana shikillarning tamoqlanishga haqiqatan atlari bor ekan juma. Polo degan o'g'il bolaning bo'g'izi, qetiq bo'lsa poloning guli juma. Polo yeganda qetiqni birga qo'shib ichsa, ishtahani ochidi, qonga may o'tmaydi. Tezroq bo'zla ustam, qo'saq echib ketdi. Ha, mana jindak ta'xir qilasizlar. Hozirlar chiqaman. Balla, ma'mimallig'i bir tovoq polo bilan bir Tazima gapdan bir ashpazgan qo'pa. Shuni desizlar? Ha, mana polo bilan qetiqni keldim. Qani mehmonlar, elisizlar? Qani xo'sh. O'zlaridan kelsin. Hey, mehmonlar, qaranglar. O tozimi bag'ritosh bo'vaykina? Shu soqili bilan eshakka o'zi minib olib, kichikkina bolani piyoda mang'izib qo'yginna? Qanday degan gap bu? Kichikkina bolani shunday qiynagan bormi? Shu emasmi? Biz cho'nglar hozir bolalarga kuyinsak, bolalarmi cho'ng bo'lganda bizga kuyinmamdi. Biz bolalarga kuyimchanlik, mehr muhabbat deganlarni o'rgatmay turib, bolam vafosiz chiqib qoldi, meni boqmadi deb qarshaymiz. Buni o'zimizdan ko'may kimdan ko'ramiz? Ammo ma buvayning qig'inini qandaqmi kuyinish degili bo'lsin. Bolaga zulm qilganlikda bu. Rost tosh yurak bo'lar ekan juma bu. Nima deydiganda bular? Men yana xatolashibman-da. Darvaqa kichikkina bolani piyoda mang'izib qo'ysam, toza durust bo'lmagidak. Bu joy xili xoli ekan. Kela bolam, seni eshakka mindirib olay. Endi menmi minay? Ikkimiz birga minaylik. Endi bo'ldi. Voy tovat! Marhamsizlikni ko'ram. Kichikkina eshakka 2 odam meni olib emasmi? Shuni deyma. Bichari eshakni etiz eriq ishlarga ishiltib biroz bo'lmabdi-da. Bu zolim bo'g'ay. Qaranglar, texi qadib o'ltirib ketginni. Voy iset. Bichari eshak qaranglar. 2 odamni ko'tiramay ballir puklishib qopdi. Iset. Odam deganda ozroq rahim shafqat olmasa, hayvondan farqi yo'q-chuma. Shundaqmi qiynamdi bu eshakni. Esit,
bechora eshakka. Isit. Yana to'g'ri qilmabdi menda. Degandek bu eshakka ikkimiz meni o'ylab toza yaxshi qilmabdik. Kela balam eshakdan tushib olayli. Bu bechorami birdan aramason. Biz piyoda mangayli. Voy, ajab zerikdim. Yana maktab yaxshikan juma. Voy, mau ishni ko'rang. Dada! Ha, Bu yaxshi chiqinga. nima deysan bolam? Qarang, av odamni. Shuncha kichik bolasiga ish chaqirtmay, bolasini piyoda mang'izib, xiyol yo'q ketib bag'inini. Mau ahmaq bovayni. Hayvonga mi çağırtkan bağımı? Eşekim meni olmay qilinib piyod ketib bag'inni ko'rang. Ish bo'lmasa, av balini bo'lsa-mi mindirib olmay bu odam. Qarang, av bala harg'inidan putlarini aran yo'tkab ketib bardi. Bunda qilsam xato bo'ladi ekanda. Amisi zodi qandoq qilsam to'g'ri bo'ladigan-da. Buva, biz nega boramiz? Men shaharimizdagi donishmandan zodi qandoq qilsam to'g'ri bo'ladiganligi haqida bir maslahat so'rab boqay deyman balam. Taqsir. Bo'lgan ish mana mushu. Bu eshakka navramni mindirsam xato bo'lsa, men minsam teg'i bo'lmasa, ikkimiz minishga yo bo'lmasa, minmisak teg'i kulkiga qolsaq. Men bu eshakka minishim kerakmi yoki minmasligim kerakmi? Buni uqolmay, o'zlaridan maslahat so'rab kelishim. Ko'nglingizni tushundim. Sizningcha bo'lganda, boshqalarning sizning qilganlaringiz bilan kor bo'lmasligi kerak. Shundaqmi? Lekin odamlarning qarashi har xil bo'lg'ashqa, qilayotgan ishlaringiz ancha xato bo'lmasa-mu, u yeri bo'lmabdi, bu yeri bo'lmabdi deydiganlar doim uchrab turadi. Agar qilayotgan ishlaringizning to'g'riligiga ishonch qila olsangiz, hamda u ishlaringiz axloq o'lchimining sirtiga chiqib ketmasala, har xil gap so'zlarga quloq solmay, o'zingizning bilgini chiqiraverganingiz tuzuk. Nima qilish kerakligini endi bildim. Rahmat sizlarga. Buva, endi siz birdan mening-a? Yo'q, bolam, men hormadim. Kishilar ko'pincha ish va masalalarga o'zining o'lchami bo'yicha baho berdi va hukm chiqardi. Agar qilayotgan ishingiz axloqning sirtiga chiqib ketmasa, aqlingiz uning to'g'riligiga dalil berib tursa, u holda siz uni o'zingizning usuli bo'yicha yuraklik bir taraf qilavering.